Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Ko'pchilik opa-singillarimizni talablariga binoan malutka, ya'ni yarim avtomat kirish mashinasini eng kichkinasidan olib keltirib qo'ydik va u haqida qisqacha obzor va narxlarni video oxirida aytib o'taman. Ushbu kirish mashinamiz Artel brend tomonidan ishlab chiqariladi va 2,5 kilogacha bo'lgan kirlarni sizga yuvib, chayqab, siqib beradi va kilosi ham unaqa og'ir emas, ya'ni 5,5 kilo bemalol bir xonadan ikkinchi xonagacha osongina olib o'tishingiz mumkin va ko'rib turibsiz, boshqaruv panellari tepada bo'ladi. Ya'ni yuvish daqiqasi 10 minut va siqish daqiqasi 3 minut. Va ushbu kirish mashinamizga qopqoqlarga e'tibor berasiz. Nihoyatda qalin qilishlangan va o'zida biriktirilgan lampalargacha ega va ushbu kirish mashinamiz ikkita ishni bajaradi va yuvish va siqish. Ushbu ko'rib turganingiz hozir siqish vazifasini, ya'ni ushbu setkasini qo'ysangiz siqish vazifasini bajaradi va olib qo'ysangiz yuvish vazifasini bajaradi va osongina bu olib joyiga olib ishlashingiz mumkin. Va ushbu kirish mashinamizga Artel brend tomonidan 3 yil kafolat beriladi va bu kirish mashinasini kimga tavsiya qilamiz? Albatta avtomati bor opa-singillarimiz ham olsa bo'ladi. Ya'ni tavsiya qilamiz. Sababi 1 kilo, 2 kiloni baribir avtomatga solib yuva olmaysiz va bunga bemalol solib yuvishingiz mumkin. Va narxiga keladigan bo'lsak, ayni damda atrofdagi onlayn do'konlarda 650-700 ming sotilayotgan ushbu kirish mashinamizni bizda bor yo'g'i 590 mingga, ya'ni $49 ga sotib olishingiz mumkin. Va video obzorimiz yoqqan bo'lsa, opa-singillarga jo'natib qo'yamiz va like, obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang.